Alaykum azizlarim. Assalomu alaykum deylarmi? Allohga beadad shukrlar bo'lsin. Mana pomidor yopadigan paytim yetib keldi. Bugun katta bozorga borib pomidor olib keldik. 3000 dan. Qarang, pomidor 3000 dan. Mana bunisi qizili. Bu ham 3000. Baba dehqonlarga ming rahmat. Shundoq issiqlarda bizga mana qilib chiroyli pomidorlar olib kelib berishganiga ming rahmat sizlarga. Mana 2 yashik oldik. 20 kilodan 40 kilo. Xudo xolisa hozir endi bularni to'g'ri beryapman. Kelinlar cho'pir qilib yopib qo'yishadi. Pomidorlarimizni birpasdan cho'pirdan o'tkazib berishdi bolalar. Navaralar, kelinlar. Cho'pir degani yaxshi narsa ekan. Ikkita qozon bo'ldi pomidori. Bu qaynab saqal quyilgandan keyin persimizni yana cho'pirdan chiqarib oldik. Mana shu ikkita tog'oradagi pers solovza. Boyga ovqatga yopayotgan narsamiz pomidor bilan qizil persida tagida qoldirdik-da. Biz unga chesnov bilan garimdor qo'shdik. Zo'r bo'pti. Garimdori, chesnov, zelin qo'shdik. Zivarabo'y dedim buni. Zivarabo'y. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarim. Eson-omon dam olib turdinglarmi? Kecha rosa charchab qolman, yopgan narsalarimni ham ko'rsata olmadim. Mana bugun endi kechagi qolgan pomidoridan 10 kilomikin, 12 kilomikin to'g'rab qo'ydik bolalar bilan. Endi bunichi piyoz bilan pomidorni yoqa qovurib, achchiq qilib qovurib qo'yaman. Pers solaman. Xudo xolisa qishga bu ham teguli bo'ladi. Bismillah deb boshladik. 2 cho'mich semichka yog' soldim. Endi 1 cho'mich qo'y yog'i bilan zig'ir yog'ini omoqda qilib qo'yganman. O'shani solaman 1 cho'mich. Mazali bo'lish uchun. Endi piyoz solamiz. Piyozimiz biroz qovurilsin. Keyin pomidor solamiz. Boya yana bitta cho'mich omoqda sovardim. Yog'i kamlik qildi. Xudo xolisa pomidor solamiz. Bittasidan kesar zolotistli bo'lsin. Bu achchiqni hamma biladi. Hamma qiladi. Endi eslatmadik. Niyatgan bo'lsanglar pomidor arzon ekan. Cityda 3000 dan zo'r pomidorlar beryapti. Piyozlar arzon, mana qilib qovurib qo'ysanglar mazali. Mana bolajonlarim. Pomidorimiz ham 1 soatdan beri qaynayapti. Sag'al suvini tortdi. Endi persdan solsam bo'ladi. Yarim kilo qizil pers, yarim kilo ko'k pers solaman. Ketidan rayhonni solaman. Keyin chesnov solaman. Shu bilan qarabsizki achchigimiz tayyor bo'ladi. 1 soat qaynatamiz yana. Azizlarim, ikramiz ham pishdi. Pishganini ololmadim, zelinlar solganimni ololmadim. Qo'shnim chiqib qoluvdilar. Ular bilan suhbatlashib qoldim. Kelinim yopib qo'yibdilar. 10 to'g'onga chiqibdi. Yoqimli ishtaha hammaga.